Tug'anlar, assalomu alaykum. Qandaysizlar? Assalomu alaykum. Hayit bayramlar bilan. Ne propa qilib qo'yding bu yoqda? Bu hozir bilasizmi qanaqa mahalla bo'lib qoldi hozir. Tug'anlar, bugun yeki bayram. Qur'a ayotadi. O'roza Bayram. ayt bilan juma dag'in bir bo'lib qoldi. Bayaq 300 somsam ne bo'ldi? Qachon berasiz? 300 somsani Bugun o'zimiz yetishdi. o'tgan ro'zada ulgumadik. Endi keyingi jumaga xudo xolasa addushi siz endi va'da berib, mana va'da qilib qo'yganman, addushi bermasak bo'lmaydi. Elder o'sha kun sanab boshladi-da. Xudo xolasa addushi. 300 somsa, 300 somsalar. 300 ta обязательный mana mujikcha 300 somsa aytilgan gap. jumadan keyin tug'anlar. 300 somsa jumadan keyin kelaverasizlar. Besplatni beradi, xudo xolasa. Inshaalloh. Juma kuni keyingi jumaga Aqcha qotordi sana. bo'ldi aka. Sog' ol. Qanday ekan somsa, qanday ekan? Yoqdimi? Chinlabmi? Yuring, ichkari bitta kiraylik, ichkari. Zo'r bo'lsa yaxshi. Assalomu alaykum, bayramlaringiz bilan. Charchamasizmi? Tinchmisiz? Tinch. Bugun ozgina kamchilik bo'ldi, kechirib qo'yasiz. Yo'q, ham kamchilik. Bugun ozgina shunchalik bo'ladi. Молодец. Barda musulmon xalqini shu bayramini qutlaqlayman o'sha. Hech kam bo'lmoqlar. Молодец. Shunday hayotdan kelib olib, bu yerda qirg'iz, o'zbek, tojiklarning boshini biriktirib o'tasan, mana kichkinaga kuqinalarni. Somsalar dadil ekan, zo'r ekan amachi. Somsani ko'pchilik kommentariyada yozyapti, qanaqa to'g'risini ayting faqat. Somsa gap yo'q sansaga. Biz постоянно sherga somsa yeganiga. Bugungi kamchilik uchun men sizga keyingi jumaga xudo xolasa aytdi 300 ta ehson qilamiz. Kelasi обязательный бесплатный somsa bo'ladi. Nechta yeysiz? Nechtaga qorningiz to'ysa o'shancha beraveradi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Inshaalloh. Inshaalloh. Ehson bo'ladi jumaga. Молодец. Rahmat katta. Bayramlaringiz bilan. Assalomu alaykum. Bayramlar bilan. Charchamang. Tinchmisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Aka, bugun ozgina kamchilik bo'lib qoldi. Klientlardan uzr so'rayapmiz, endi juda ko'pchilik, sizlar biz ozchilik, sizlarga nima qilish nima bo'lib, kamchilik bo'lib qoldi-da. Endi bu kamchilikni bekitish uchun keyingi jumaga ehsonimiz bor, 300 ta. Xudo xolasa. Keyingi juma kuni jumadan keyin kelaverasiz. Bo'ldi aka, inshaalloh. Endi bitta somsani ta'mini to'g'risini aytaverasiz, yolg'on gapirmasdan. Mana kosa somsani yedik. To'g'risini aytavering, ta'mini. Kosa somsa yaxshi. Somsa beramiz, kelinglar mana. Yaxshi somsasi. Akalar, bayramlar bilan hammalaringni assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Charchamang. Bu kanalga biz har juma video tortamiz aka. Bitta ikkita boshida biz ulgurmay qolgan paytimiz somsa bir ikkita yaxshi chiqmaganda o'shanga kommentariy yozishyapti. Somsa yaxshi emas ekan, somsa yaxshi emas ekan. O'shanga klient sifatida sizdan so'rayapman. Siz meni tanimaysiz, men sizni tanimayman. To'g'rimi? Birinchi marta to'g'risini ayting. Somsa qanaqa? Men bu yerga ko'p kelaman men. Yo'q, hozir yegan somsa qanaqa? To'g'risini ayting. Zo'r. Cho'tkim, yoqdimi aka? Sizlarga qalay aka? Sizlar meni tanimaysizlar. Prosta erkakcha to'g'risini aytaveringlar ta'mini. Zo'r. Zo'r, yaxshi. Ana, ko'rdingizmi akaxon? Sizga endi cholayotgan negativlar endi bitta ikkita bo'lib qolgan o'rtada. Qolgan hamma klient zo'r maqtab chiqib ketyapti. Bunda tug'anlar. Bir ko'z chalib aytdilar. Babuni somsasi aynib qoldi. Bunda o'zim ko'zi somsadan bir sezib beray sizlarga. Chaylar bekar babu. Xudo xolasa. Chaylar bekar bo'lsa yaxshi. Ochiq qilib damda bering kelganlarga. Xudo xolasa. Qora chayni qattiq ichamiz bizdan. Men qarang. Yaqinlab ko'rsatib qo'ying. Bismillah. Buni tug'anlar turishi mana ham O'rozodan bitib qoldi, keyin ko'rgazavering. Buni turishi 250 rubl. Agar dostavka qilam degan bo'lsanglar 350 rubl bo'ladi. Bu chinosini olib kelsanglar 100 rublga qaytarib beradi. Bunda shunday. Ko'zi somsani qancha tutdan jo'g'risida dostavka bor. Ko'zi somsa dastavka olmayapti. Endi xudo xolasa O'zbekistondan kosamiz yetib kelsa olamiz. Hozir pakashto chinlar yo'q. Chinos qolgan. Yaxshi. Berkidan 15 tutdan jo'g'ir olsa, o'sha besplatniy dostavka bor. Metrogacha endi qanday? Metrodan metrogacha. Metrogacha. Men so'z men bo'l. Mana elder ko'p vaqt qoldi. Ne deydi ekan esa hozir debchi. Bismillah. Qaraqlar. Yaqinlab ko'rgazib. Bismillah. Faqat o'zingiz aka to'g'risini ayting aka. To'g'risini dangalab. Yaxshi yomon.
Ben bu açan az bir 100 rubluk kişine istemem dedim. Жақсы. Yine bu kosani nomi kosa bo'lib chiqib ketgani hatta kichkina zo'r chiqadi. Обычный tashi bo'lmadi. Chunki Modeli жақсы. Ben bilem. Bana özünüzü közü samsa жагатта негизи бабыр. Açıkını açık керек. Damdı. Жартынан менен кеңири тоюп чыгып кетесиң да. Негизи могу өзүлө тынчтат да. Bir адамды чын айтканда чай бекер келип жеп кетсеңиздер болот. Анан метронун жанында. Мен көйлө көргөздүм го. Метро болуп бараттын биринчи устан чыгып, hostelder көрүнөт. qarang endi trendlar kelib so'rayapti-da, bitta kosa somsa yeganimdan ovqat yeganim yaxshi, qornim to'yadimi, to'ymaydimi deb. Qorin qanaqa to'yadi keyin kosa somsa. Жок, mayni мындай жакындан көргөзсөң сен. Бисмилlah, Жақсы. Yarim Damı yaxshi. qanday bo'ladi? Плотный тоёсуздар да. Чай бекер болмаса ошол 250 рубль, 300 рубльге тоюп аласыздар. Бул бабыр эртең мененки канчадан иштейсиң? 6-дан иштейсиңби? 6dan Эртең мененки 6-дан кечки 12ге чейинби? roza paytida endi soat 8-9da ochdik. Bundan buyog'i 6da. 6-дан ошо 12ге чейин иштей берет. Доставкалары бар. Кенен чалпайнашып жаткандан кирдиктик маселе болуп калса, сүйүнөм. Биринчи келгениңиздер. Дакан сайдап, жолдо көйгөйлөрүнө жооп беришет. Кыйнабайт эч кимден жолдо. Келгенден кийин ушага регистрациядан коюп берет. Ошондой туугандар. Амандашыңыздар.